degan sohalar tufayli sizning hozir ko'rsatadigan jumboq siz uchun yangilik emas. Buni ko'p marta Instagram, TikToklarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana bunda shnur tiqilib qolsa, uni yechishning o'ziga xos bir uslubi bor. Mana bu qismini aylantirib olib, tagidan o'tkazib, shnurni bu tarafdan o'tkazib chiqarib olsa bo'ladi. Xuddi shu mavzuga oid yana bitta misol ko'rsataman. Demak, ikkita halqa, ikkalasi bir-biriga yopishtirilgan. Bittasini ko'ndalangan qaysilab chiqamiz. Endi bu orqasiga qirqamiz, davom ettiramiz qirqishda. Mana shunda ko'rib turganingizdek kvadrat hosil bo'ldi. Bu matematikaning aniq bir sohasi. Fazoga bog'liq jumboqlarni yechadigan va shu bilan bog'liq bo'lgan shuni o'rganadigan matematikaning sohasi topologiya deyiladi yoki unga yaqin bir soha fraktal geometriya deyiladi. Telefoningizning antennasiga bitta qarang. E'tibor bersangiz, hech qanday antena yo'q, to'g'rimi? Oxirgi yillarda topologiya va fraktal geometriyaga o'xshagan matematikaning sohalari tufayli signallarni qayta ishlash nihoyatda rivojlanib ketdi. Mana shu tufayli antennalarni telefonlarning platasiga yassi qilib yopishtirib qo'yish mumkin. Matematikani ko'pchilik o'ta nazariy, keraksiz bir fan deb o'ylaydi, lekin aslida muhandislikni ustachilikdan farq qiladigan yagona faktor matematika bo'ladi.